Quroldan shunday o'q uzilganki, izlar butunlay boshqasiga borib taqaladi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Agar birinchi quroldan otilgan o'qni aniq topa olsangiz, buning iloji bor. Holbuki anchadan beri bunday qilishmaydi, yigitcha. Patriarx tanasidan chiqarib olingan o'q butunlay parchalanib ketgan. O'q qog'ozga o'raladi. Bunday holda o'qqa shikast yetmaydi. Stvoldan chiqqanda qog'oz o'rami tufayli hech qanday iz qolmaydi. Qiziq savol, javob bergandim degan umiddaman. Yana bir savolim bor. Ha, bilardim. 2 kilometr uzoqlikdan bir urinishda kim nishonga ura oladi? Hozir tiriklardan kim shunga qodir? Shunday mergan haqida qulog'imga chalingan. Yaqinda eshitdim. Aytishlaricha yigitning ismi Bobli Swagger ekan. To'g'ri, bu hech narsani tasdiqlay olmaydi. Bunisi aniq. Yana bittasi bor, lekin endi ishlamaydi. Haqiqiy vahshiy edi. Hamma o'ldirish uchun o'q uzadi. U esa yaralash uchun otadi. Yordam kelishini kutadi. Keyin bittasini o'rniga 4 tasini o'ldiradi. Erkak, ayol, bolalar farqlab o'tirmaydi. Yuzlab odam o'ldirgan. Undan o'ch olmoqchi bo'lishgan, juda xohlashgan.